Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq Dorivor o'simligi. Ismi mushuk yalpiz yo tog' yalpiz. Rus tilida kotovnik yo koshacha miyata deyiladi. Mushuk yalpiz tog' va adirlarda joylashgan bo'lib, balandligi ilmlik 60 santimetr. May oyida gullaydi. Iyun oyida terib quritib olsangiz bo'ladi. Mushuk yalpiz shifobaxsh xususiyatlari asosan poyasi, bargi, guli shifobaxsh. Asab tizimini tinchlantirish va uyquni yaxshilaydi. Asabiy zo'riqish va stressga o'simlik choyi asabni tinchlantiradi. Mushuk yalpiz o'simligi asabni tinchlantirish xususiyatlari bilan mashhur. Shamollash va nafas yo'llari shifobaxsh balg'am ko'chiruvchi sifatida kuchli va quruq yo'tallar bronxa shamollashlarga ham yordam beradi. Bilmagan insonlar bilgan insonlardan so'raydi. Albatta mutaxassislar tavsiyasi bilan kam iste'mol qilsangiz bo'ladi.